onamga ekan gullar, adashimman. Kecha to'g'risini aytsam, oyimga gul bermagandim, sababi yana yig'lab, ko'zlarim ishib, konserti davomida xunuk chiqmay, sizlarni ham dilinglarni xira qilmay degandim. Bugun qarasam, iloji yo'q. Shuncha. Oyim aytibdilar, yig'lamang, hamma sizga qarayapti deb. Bu yerda begona yo'q. Hammalar o'zlari ham yig'lab o'tirishibdi, shuning uchun mana tushunasizlar degan umiddaman. Zamira opa ham yig'lab boqib ketibdilar. Davom ettiraman.